Endi boshqa taxminlarga o'tamiz. Qur'on ziddiyatlarga to'la. Qur'on ichida bir-biriga zid jumlalar bor deya. Qur'onga nisbatan yolg'on, adashtiruvchi ta'kid yo'llaydiganlar bor. O'zining Qur'onda ziddiyatlar bor degan ta'kidini tasdiqlash uchun ular ko'plab misollar keltiradi. Ular shunday deydi. Muzammil surasida quyidagicha oyat bor. Bu mashriq va mag'ribning Robbidir. Undan o'zga iloh yo'q. Uni o'zingga vakil qil. Sharq va g'arb. Demak, bitta sharq va bitta g'arb bor. Biroq Rahmon surasida boshqacha gap aytiladi. U ikki mashriq va ikki mag'ribning Robbidir. Bas, Robbingizning qaysi ne'matlarini yolg'on deya olibsiz? Mana demak, bitta emas, ikkita sharq va bir emas, ikki g'arb bor ekanda. Ma'orij surasida esa bunday so'zlar keltiriladi. Mashriqlar va mag'riblar Robbi bilan qasam ichamanki, albatta biz qodirmiz. Bu yerda endi bittadan sharq va g'arb yo ikki sharq va ikki g'arb haqida emas, bir nechta sharq va g'arb haqida so'z bormoqda. Shu gaplarni aytib, ular shu savolni ko'taradi. O'z ta'kidini isbotlagandek bo'ladi. Go'yo Qur'on ziddiyatlarga to'la emish. Shush, og'alar, bu gaplarga biz qanday javob qaytarishimiz mumkin? Aslida agar uning egasi kim bo'lishidan qat'iy nazar, inson aqli uchun Qur'on insonning so'zi emas, balki Allohning kalomi ekanini tasdiqlaydigan yorqin va ochiq-oydin dalilni izlasak, Qur'onda bu haqda aynan ana o'sha oyatlardan ham ko'ra ko'proq ishora qiladigan satrlarni topmaymiz. Ammo haqiqatdan to'silib qolgan odam ehtimol kasal. Yo u haqiqatdan to'silgan emasdir ham. Ehtimol balki Alloh taolo zikr qilgan va ularni rad etganlardan biri bo'lishi ham mumkin. Va o'zlari aniq bilib turib, zulm va kibr tufayli ularni inkor etdilar. Yaxshi, biz bunga javoban nima deymiz? Men har xil hollarda bir necha marta esga olgan va gapirganlarimni aytamiz. Bu orqali Alloh taolo bizni mukarram qilgan ushbu Qur'on ularning darajasidan qat'iy nazar uning barcha bandalari uchun nozil qilingan. U hech qanday ilmga ega bo'lmagan oddiy odamga ham, shuningdek o'qimishli, olim va mutaxassislarga ham yo'naltirilgan. U hammaga yuzlanadi. Modomiki Qur'on hammaga yuzlanar ekan, demak o'sha odamlarning hammasi ularning darajasidan qat'iy nazar Alloh subhanahu va taoloning nima deyayotganini tushuna olish kerak. Yaratganning so'zlari undan omi odamga ham, oddiy xalq vakiliga ham, o'qimishli odamga ham yetib borishi kerak. Aks holda biz Qur'on barchaga nozil qilingan deya olmaymiz. Alloh o'z bandalariga yuzlanganida shunday qiladiki, jamiyatning hamma qatlami va barcha odamlar toifasi ushbu Qur'ondan o'zlari qodir bo'lgan manfaatni oladi. Ammo shu bilan birga sen oddiy odamda, omi odamda, o'qimishli odamda, olimda paydo bo'lgan ushbu turli xil tushunchalar orasida hech qanday ziddiyat topmaysan. Aksincha, ular bir-birini to'ldiradi. Bu umumiy tamoyil. Allohning maxluqlar haqida barcha aytganlari jamiyatning hamma qatlamiga mo'ljallangan. Biz esa inshaalloh turli joylarda buning tasdig'ini topamiz. Muzammil surasining u mashriq va mag'ribning Robbidir. Undan o'zga iloh yo'q. Uni o'zingga vakil qil degan oyatini o'qiganimizda ko'ramizki, bu murojaat barchaga, omi odamga ham, undan sal balandroq darajadagilarga va o'qimishli hamda olimlarga ham. Mashriq bor. U yerdan quyosh chiqadi. Boshqa tarafda esa kun botadigan g'arb bor. Bu aniq. Demak, mana bu tomonda bitta sharq, narigi tomonda bitta g'arb bor. Bu to'g'ri. Biroq Alloh taolo Rahmon surasida u ikki mashriq va ikki mag'ribning Robbidir. Bas, Robbingizning qaysi ne'matlarini yolg'on deya olursiz deganida esa bu yerdagi ma'no Muzammil surasida o'qiganimizni to'ldirib keladi. Bu
qo'shimcha ma'no, ya'ni oldingisini to'ldiryapti. Bu qo'shimcha ma'no kimga tushunarli bo'ladi? O'qimishli odamga. Ikki mashriq va ikki mag'rib Robbi. Aslini olganda quyosh mana bu tomondan chiqqanida, uni kutib olayotganlar uchun bu sharq. Ammo kun botgan tomondagi odamlar uchun bu g'arb. Shunday emasmi? Quyosh botganida esa, mana u yaqinginada botdi. Siz va biz uchun bu g'arb. Ammo bizdan so'ng quyoshni kutib olayotganlar uchun bu sharq. Kelib chiqadiki, ikki sharq va ikki g'arb bor. Bu yerda hech qanday o'ylab topish, hech qanday chiranish yo'q. Hammasi shundoq yuzada ko'rinib turibdi. Albatta, o'qimishli odam bu ma'noni ham birinchisi bilan bir qatorda tushunib turgan bir paytda, omi odam buni bilmasligi mumkin. Yaxshi. Unda Ma'orij surasidagi oyatni qanday tushunish kerak? Mashriqlar va mag'riblar Robbi bilan qasam ichamanki, albatta biz qodirmiz. Bu oyatda olimlar va mutaxassislar uchun yangi ma'nolar bor. Bu Muzammil surasidagi birinchi va Rahmon surasidagi ikkinchi ma'noni to'ldiradi. Qanday qilib? Biz yer quyosh atrofida aylanishini bilamiz. Bu Qur'onning ko'plab oyatlari bilan tasdiqlangan ilmiy fakt. Bu haqda hali yana gaplashamiz. Demak, agar biz bu faktni bilsak, u holda mohiyatan olib qaraganda, quyosh har daqiqada kim uchundir chiqadi, kim uchundir botadi. Bir muddat o'tgach, u uchinchi joyda chiqadi va shu paytgacha yorug' bo'lib turgan qayerdadir botadi. Vaqt o'tib, yana shu hol. Bu yerning dumaloq shakli bilan bog'liq. Tushunyapsizmi? Shuning uchun u doimiy ravishda sharq va g'arb orasida bo'ladi. Demak, mashriqlar va mag'riblar bor ekanda. Bu ma'lum narsa. Ammo bu yerda yana bir ma'no bor. Mana shu oyatga chuqur yashiringan ma'no. Va bu yerda ortiqcha talqinga hojat yo'q, birodarlar. Mutlaqo. Robbimiz azza va jalla yoz kunlari tundan uzunroq, qish kechasi esa kundan uzoqroq bo'lishni iroda qildi. Shunday emasmi? Yaratgan egam qish kechasini odamlar uyda bo'lgan paytida ko'proq yomg'ir va qorlar yog'ishi uchun uzunroq qildi, toki ular noqulaylik sezmasin. Qishning kunini esa qisqaroq qildi. Shuningdek, Alloh taolo meva-chevalar pisha olishi uchun yoz kuni uzunroq bo'lishini istadi. Agar yozning kunlari qisqa bo'lganida, yoz mevalari pishmay qolardi. Buni qanday amalga oshirish mumkin? Alloh taolo yer quyoshdan uzoqlashishni iroda qildi. Qur'onda aynan shunday deyilgan. Uzoqlashadi. Biz esa qishning kuni qisqaroq, tuni esa uzunroq bo'lishi uchun quyosh muntazam ravishda bir chiqish nuqtasidan boshqa chiqish nuqtasiga o'tayotganini kuzatishimiz mumkin. Yoz kelganida biz kun uzunroq, tun qisqaroq bo'lishi uchun quyosh asta-sekin u nuqtadan bu nuqtaga siljib qaytib kelganiga guvoh bo'lamiz. Kelib chiqadiki, quyoshning ko'plab chiqish nuqtalari bor ekan. Shunday emasmi? Quyosh bitta nuqtadan chiqadi, keyin boshqasidan va hokazo. Demak, bu mashriqlar. Bir paytning o'zida mag'riblar ham. Axir kim uchundir quyosh botish nuqtasi bo'lgan har bir nuqta boshqa birov uchun chiqish nuqtasi bo'ladi. Bu o'zini olim deb e'lon qilganlar yoki yolg'on to'qib, uni Allohning kitobiga nisbat beradiganlarning osiladigan mavzusi. Aslida esa ular mohiyatni ko'zdan qochirayotgan bo'ladi. Va aynan shu ishi bilan ular bizga bu Allohning so'zlari ekanining yorqin dalili va aniq tasdig'ini taqdim etadi. Bu dunyo qonuniyatlari yaratuvchisining so'zlari. Kun, tun, quyosh, oy va osmon jismlari yaratuvchisining so'zi. Axir shunday emasmi? Birodarlar, endi hammasi tushunarli bo'ldimi? O'ylaymanki, masala hal bo'ldi. Yaxshi. Kimdir siz Qur'on barchaga mo'ljallanganini ta'kidlamoqdasiz. Shundaymi? Deyishi mumkin. Biz ha deb javob beramiz. Ya'ni omi odamlar, oddiy odamlar, johillar,
ilm egalari va mutaxassislarga ham. Ajoyib. Alloh taolo u mashriq va mag'ribning Robbidir deganida oddiy odam buni o'qimishli yoki mutaxassis bilan teng tushunadi. Yaxshi. U holda Alloh taolo mashriqlar va mag'riblar Robbi deganida-chi? Oddiy odam buni qanday qilib tushuna oladi? Shunga qaramay, siz Qur'on barchaga nozil qilinganini ta'kidlamoqdasiz. Savol tushunarlimi, birodarlar? Siz hozirgina Qur'on barchaga mo'ljallangan dedingiz. Zo'r. Birinchi oyat haqida hammaga mo'ljallangan deyishimiz mumkin. Mag'ribu mashriqning Robbi. Ammo u mashriqlar va mag'riblar Robbi deganida-chi? Oddiy dehqon bu so'zlarni qanday tushuna olsin? Bunga qanday javob beramiz? Buning javobi shunday. Alloh taolo bizga yuzaki va hamma uchun tushunarli bo'lgan ma'no bilan yuzlanganida muammo yo'q. U barchaga yuzlanmoqda. Ammo Alloh ma'noni chuqurlashtirganida, yanada chuqurroq ma'noni ifoda etganida o'qimishli odamlar tushunadi. Bu ularning bilim darajasiga mos keladi. Ammo omma odam uchun bu ta'lim. Ushbu so'zlar u uchun ta'lim bo'lib xizmat qiladi. Omma odam Alloh taoloning u mashriq va mag'ribning Robbidir degan so'zlarni eshitganida o'ylay boshlaydi. Savollar beradi va astronomiya qonunlarini kashf qiladi. Shu tariqa Allohning ushbu so'zlarda yashiringan ma'noni topadi. Mana astronomiya. U qayerda gullab yashnadi, birodarlar? Islom olamida. Xuddi o'sha paytda G'arbda astronomiya fani haqida hali hech narsa bilishmasdi. Ammo arab va islom dunyosida astronomiya qanday qilib rivoj topdi? Nima tufayli u gullab yashnadi? Ular Allohning kitobida topgan bilimlar tufayli. Ilmiy hodisalarning tashqi tomonlari haqida xitob qiladigan oyatlarni hamma tushungan. Ammo ilohiy so'zlar chuqurroq yangraganida va u yoki bu darajada ko'rinmas bo'lgan ilmiy ma'no tashiganida, bu omma odamni o'rganishga chorlagan. Aynan shu tariqa avval astronomiya haqida hech narsa bilmagan arablar o'qiy boshladi. Alloh subhanahu va taoloning mana shu so'zlaridan ilhom olib. Masalan, men Adudaddin Ijining Al-Mavoqif kitobini o'qiyotganimda, uning ko'p sonli izoh va sharhlarini ko'rib bilamanki, u yerning shaxsimonligi haqida so'zlaydi. U shunday yozadiki, go'yo bu hammaga ma'lum bo'lgan faktdek. Kitob 5 asrdan ham ortiqroq muddat muqaddam yozilgan. Ammo bir narsa qiziq. Ularda yer sharsimon degan fikr paydo bo'lishiga nima sabab bo'ldi? To'g'rirog'i, aynan sharsimonligi emas. Axir bu aniq tavsif emas-ku. U avalsimon, ya'ni sferasimon. Ular bu ta'kidni Alloh azza va jallaning kitobidan yerni yoyib qo'ydik oyatidan oldi. Bu so'zlar bir marta keltirilmaydi. Va yerni to'shab qo'ydik. Va yerni cho'zib qo'ydik. Biz yerni yoyib qo'ydik degan jumla Allohning kitobida bir necha marta takrorlanadi. Olimlar madatnaha so'zi ustida tafakkur qildi. Va yerni cho'zib qo'ydik. Unga tog'larni tashladik. Va unda turli go'zal juftlarni o'stirdik so'zlari nimani anglatadi? Agar qisman cho'zib qo'yilganlik nazarda tutilayotgan bo'lsa, u holda hamma narsa cho'zilgan. Har qanday narsa cho'zilgan. Hatto chiziq ham cho'zilgan. Ammo yoyilmagan. Nuqta cho'zilmagan. Ilmiy ma'noda. Yuza ham uzunlik, ham kenglikka ega. Har qanday yuza cho'zilgan. Har qanday yuza cho'zilgan. U holda yaratganning va yerni cho'zib qo'ydik degan so'zida qanday ma'no bor? Axir hamma narsa shunaqa-ku. Agar qisman cho'zilganlikni nazarda tutilsa, shunday. Shu bilan birga
Qur'on bir gapni shunchaki aytmaydi. Qur'on bizga ma'nosiz bir narsa bilan yuzlanishi mumkin emas. Shunda ular tushundiki, cho'zilgan deganda to'liq cho'zilganlik nazarda tutilmoqda. Va yerni cho'zib qo'ydik. Ya'ni yer uzluksiz cho'zilgan. Yerning ustida shimolga qarab yuraverasan va uning chetini topmaysan. Janubga yo'l olasan va u yerda ham yerning chek-chegarasini ko'rolmaysan. Sharqqa borasan, u yerda ham yakun yo'q. G'arbda ham shunday. Va yerni cho'zib qo'ydik oyatining mazmuni mana shu. Ya'ni uzluksiz cho'zilgan. Yaxshi, u holda bundan qanday ilmiy xulosa chiqarish mumkin? Agar yer uzluksiz cho'zilgan bo'lsa, demak u dumaloq. Agar yer biror yo'nalishda ham yakunga, chegaraga ega bo'lmasa, demak u dumaloq. Aynan mana shu so'zlar tufayli olimlar shuni tushunib yetdi. Shu tariqa Alloh taolo bizga kosmik hodisalar haqida nozik ma'nolarni ochib beradigan chuqur ifodalar orqali yuzlanganida, ushbu so'zlar barchamizga mo'ljallangan. Ammo aytib o'tganimdek, ushbu so'zlarni tushunib bo'lgan olimning ularni tinglay yoki o'qiy turib, bu Allohning so'zlari ekaniga bo'lgan ishonchi yanada mustahkamlanadi. Omma odam esa o'rganadi. Xullas, ushbu haqiqat oydinlashdi, og'alar. Va biz ushbu ikkinchi taxminni yo'q qildik.